Sen istalgan universitetga kirishing mumkin. Yoki sening o'sishingga turtki beradigan joyni tanlashing mumkin. Muammo shundaki, ko'pchilik universitetni ota-ona yoki do'stlari maslahatiga ko'ra yoki shunchaki o'zi nima istashini bilmagani uchun tanlaydi. Keyin 4 yil o'qib, keyingi qadamni qayoqqa qo'yishni bilmay qoladi. Tashkent Metropolitan University'da sen haqiqiy ko'nikmalarga ega bo'lasan. Bu yerda ta'lim to'liq ingliz tilida olib boriladi. O'sishingga ko'mak beradigan o'qituvchilar bilan birga sen ingliz tilini har kuni ma'ruzalarda, topshiriqlarda, loyihalarda va taqdimotlarda ishlatasan. Bundan tashqari TMUda o'zingga mos yo'nalishni tanlashing mumkin. Texnologiyaga qiziqasanmi? Computer science. Biznesni yaxshi ko'rsang, management, marketing, finance yoki international business. Tahlilni yaxshi ko'rsang, economics. Munozara va isbotlashni yaxshi ko'rsang, law. Ingliz tili yoki o'zbek tilida o'qish mumkin. Til va ta'limni yaxshi ko'rsang, English teaching yoki early childhood education. Va eng muhimi, IELTS 6.5 va undan yuqori bo'lsa, birinchi semestrga 100% grant yutib olishing mumkin. Sen shunchaki universitet tanlamayapsan. Sen muhit, yo'nalish, til, kelajaging uchun poydevor tanlayapsan. Telegram botimizga yozing. Qabul, yo'nalishlar va grant bo'yicha barcha ma'lumotlarni yuboramiz.